Hormiylar, bu kottejimiz, bu yoqda o'sha beton qo'yiladi, tomba, devori. Mana bu kanalizatsiyasi bu yoq ko'milib ketadi. Mana shunaqa o'rganda bo'ladi-da. Bu yoq ko'cha boshlandi. Mana shu kottejlarning ko'chasi. Eshigi, darvozaxonasi. Mana shu darvozaxonasidan mashinangiz kirib kelganda letniy kuxnya, огород hammasi mana shu yerga sig'adi. Suv oladan chiqqan, alhamdulillah. Keyingisiga ko'rsataman, o'tamiz. Xuddi shuni kopiyasi. Eshigidan kirdik. Esingizda bo'lsa, noldan boshlab qurilishini oddiyda ko'rsatib boryapman mana shu kottejimizni. Mashinangiz bilan birga chiqadigan joyingiz. Hozir bu yoqdan chiqamiz. Kottejimiz ichkarisi ham shu yoqdan chiqishni boshlagan o'sha. Esingizda bo'lsa ko'rsatgan edim. Suv boshlangan jarayonni ko'rsatgandim. Mana o'sha suv zo'r ketyapti. Hozir shunda orqasini urasizlar. Suvni. Gap yo'q. Assalomu alaykum, ustakalar, hormanglar. Tak. Mana bu yoqimiz kuxnyada. Assalomu alaykum, ustaka, hormang. Va bu tashqari tomoni. Assalomu alaykum, ustaka. Bu yoq suv. Bu yoqda ham suv ketdi. Bu ikkinchi kottejimiz. Bu yoqda ham qurilish ishlari, tom yopish ishlari уже boshlangan. Nasib bir kunda ustakalarimiz yopib tashlashadi buni ham. Qani bismillah. Aka, hormang. Ishingizga gap yo'q. Respekt, va alaykum assalom. Tak, hali vaqtimiz bor. Ya bismillah. Maksimum darajada kачественный qilib yopishga harakat qilyapti usta akalarimiz. Ertaga sotib olgan odam ham mazza qilsin, puli o'zi bilan birga qolsin degan maqsadda. Bizani kuzatib yurgan bo'lsangiz, shu ijtimoiy tarmog'imizda boshidan, fundamentdan boshlab hozirgi kungacha kelganini hammasi ko'rsatib borilyapti. Mana shu kottejlarni. Xuddi shunaqa kottej qidirgan yaqinligiga ko'rsatsanglar bo'ladi. Bundan tashqari jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Savolinglar bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Like bosishingizdan chiqmasin. Salomat bo'linglar.